Assalomu alaykum. Mehr Ko'zda kanalining aziz obunachilari. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Allohimga beadad shukrlarimiz bo'lsin. Yana bir munavvar tongda sizu bizlarga in'om etdi. Har birlarimizdan uning habibi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud va salomlarimiz bo'lsin azizlar. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Xiyonda bo'lsa ham sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mana 2-3 kundan shog'iga Mehr Ko'zda kanaliga video qo'yib boryapmiz. Azizlar, juda ham hijolatdamiz. Juda ham ko'p texnik nosozliklar yuzaga kelib qolgan. Birinchi kunga qo'ygan o'sha qo'ziqorin to'g'risidagi eshittirishimizni ikkinchi qismi qandaydir tushib qolgan. Sotilish jarayonlari qanday bo'lishi to'g'risidagi ko'rsatuvlarimiz tushib qoldi. Undan keyingi videolarimizda duolar, hoji otalarning qilgan duolari tushib qoldi. Efirga uzatilganda qandaydir sabablarga ko'ra mana shunday bo'lib qolyapti. Albatta sizlardan uzr so'raymiz. Endigina boshladik, xudo xolasa bu sohaning mutaxassisi emasmiz. Xudo xolasa hali o'rganib mukammallik darajasigacha ko'tarib boramiz degan niyatdamiz. Azizlar, shu o'rinda komment yozib, haqlarimizga duo qila turgan, iliq so'zlar bilan bizda nomlarimizni yodga ola turgan azizlarimizni hammalariga o'zimizni qo'llarimizni ko'ksimizga qo'yib turib, sizlardan roziligimizni bildirib, Allohning rahmati sizlarga yog'dirishini so'rab ta'zimdamiz azizlar. Bizga salom yo'llagan barcha azizlarimizga va alaykum assalomu va rahmatullohi va barakatuhu va mag'firatuhu. Allohimning barokatlik rahmatlari har birlaringga nasib aylasin. Xonadonlaringda hamisha xursandchiliklar bo'lsin Allohim. Yaxshi kunlarda diydorlashda har birlarimizga nasib qilsin. Azizlar, hoji ona, mana bu tashkillik Oyxon hoji onamiz agar meni ko'rib turganlar bo'lsa, u ham bizning obunachimiz hisoblanadi. Azizlar, duo qilinglar bu hoji onamizni. Sherali ustamiz orqali menga o'zlarini duolarini jo'natibdi, samimiy so'zlarini jo'natibdi. Hoji ona, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Hamma proyektlarimizga juda ham ko'p miqdorda siz ehson qilgansiz, qalb so'zlaringizni yozib, kommentlar yozgansiz. Sizni oldingizda ta'zimdamiz hoji ona. Va siz kabi ulug'larimiz juda ham ko'p. Har birlaridan Allohim rozi bo'lsin. Bugungi eshittirimiz ham ana shunday ulug'lar to'g'risida bo'ladi. Azizlar, yosh ulug'larimizni qadrlash bizning bu diyorlarimizda qon-qonimizga singib ketgan, har birlarimizni samimiy aqliy shururimizga aylangan millatimizni qadriyatiga aylanib qolgan. Hammamiz buni yaxshi bilamiz ulug'larda. U qaysi millatdan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar yosh ulug'larni qadrlash har birlarimizni millatimizni urf-odatiga, an'anasiga aylanib qolgan. Bugungi kunimizda ham mana shunday bir ulug' zotli insonni borib ziyorat qilish umididamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathida xursand bo'lib turganlarida Hazrati Umar roziyallohu anhu, Alloh u kishimdan rozi bo'lsinlar, otalarini yelkalariga ko'targizgizib olishib kelganlarida, ey Umar, nahotki shunday ulug' insonni sen bizni oldimizga olib kelding, axir bularni yoshlarning hurmati bilan, tabarruk yoshlarning hurmati bilan ularni oldilariga o'zimiz borib ziyorat qilardik-ku deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qolgan bir rivoyatda shunday deyiladiki, Hazrati Ali bomdod namoziga masjidga kela turganlarida oldilarida juda ham sekinlik bilan nuroniy bir oqsoqol keta turganlarini ko'radi. To'g'ri u kishini oldiga tushmaslikka harakat qiladilar. Orqasidan juda ham sekin u ham kelishni boshlaydi. Masjidda bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rukuga borgan holatda juda ham uzoq muddat kutib qoladilar. Namoz qachon Ali kelib namozga qo'shilishib, Alloh u kishimdan rozi bo'lsinlar,
qo'shilgandan keyin, namoz tugagandan keyin sahobalar, ey Allohning rasuli, juda ham bugun rukuda uzoq turib qoldik. Sababi nima deganda, bunun sababi menda emas, Allohimdadir. Yo'lda bir nuroniy inson kelyapti, orqasida namozxoning kelyapti deb aytganlaridan keyin men o'sha kishimni kelishini kutib rukuga Allohimning irodasi bilan rukuda turib qoldim deganlar. Eng nimasi qalblarga ta'sir qiladigan darajasi shundaki, o'sha nuroniy chol masjidga kirmasdan g'ayridin bo'lganligi uchun masjidning oldidan o'tib ketadilar. Hatto shunday holatda ham Allohning nazmida ulug'larni qadrlash juda ham ulkan bir mas'uliyat ekanligini mana shu rivoyatdan ko'rib bilsak bo'ladi azizlar. Bugun ham qalblarimiz Allohning irodasi bilan mana shunday ulug' bir insonni, onaxonimizni ziyorat qilish umidini qalbimizga soldi. Azizlar, biz bilan bo'lib turinglar. Xudo nasib qilsa borib u kishini ziyorat qilamiz, u bilan suhbat quramiz. Ana shu muborak xonadonga bosadigan qadamlarimizni Allohim xayrli, barakatli qilsin. Duoda bo'lib turinglar azizlar. Assalamualaikum Alapa. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunimizmi? Yo'q. Alloh banda har kuni tug'ilgan kunlari. Kelaver. Yuring, sizlar. Yo'q, sizlar. Sizin işiniz yok mu? Hadi gel. Muruna sen muru kılasın. Muru, has muru oturmayın. İşte gelektir ya. Hadi gel. Belki oturun değil mi? Gel kızım, gel abi. Otur. Ben oğul bala şerik deyip de sizden. Erkelerim diye. Gel kızım. Oturun size. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah ya Rabbil alemin. Ve ala kıymetli muttakin. As-salatu ve selamu Resulina Muhammed ve aleyhi ve ashabihi aleyhi ecmaîn. Amma ba'd. Kalamlarını hasanatlar yapmasınlar. Siz bizlerini yoklamışsa Allah daim sizleri yoklap dursunlar. Allah subhanahu teala Allah sizlerden böyle şuna kadar hürmet çok geldiniz. Allah hemşe sizi hürmet kılıyorsun. Rabbi Allah'ım bana bizlerin böyle şuna kadar nima desem bo'lardi, xayrli ishlarga qadam qo'yganimizga men xursand bo'lamanki, hajakam sababi jindi bo'lsam haligi savobga erishamizmi degan nuqtai nazarda Alloh taologa borgandan chiroyli qilib sen nima qilding deganlar jindi bo'lsam javobga harf aytsam bizga katta savob. Hajaka shunaqangi. Alloh rozi bo'lsin o'shancha. Doimo sog' amon yuring ilohim. Sizni yo'qlab bordik, umradan kelgandan keyin siz yo'q ekansiz. Umra ibodatlaringiz sizlarga qabul aylasin ilohim. Qilayotgan ishlariga, darslarga, kasblarga Alloh hamisha barakatlarni yog'dirsin. Doimo yuzingiz yorug' bo'lsin. Yuzlarga kirgan holatdan mana shu holatni yo'qotmasin. Doimo Dogi hoji aka, hoji bobo bo'lib yurishlariga roz nasib aylasin. Allah razı olsun hammalardan. Amin Allohga. Voy odamda nima qilarasiz, aka? Hoji ona. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Siz bo'lgan ekansiz, safarda Andijon dedik. Keyin Sherali ikkalamiz kelsak, sizlar tadbirga ketib qoldik. Bugun bosh bo'lib o'tiribman. Har kun tadbirda ertaga yana tadbirimiz bor. Kecha ko'pchilik bo'lib kelamiz dedik. Ertaga qurilishimizdagi kechagi hali atroflarni tozalaymiz dedik. Bugunga qoluvdi. Endi o'zim bo'lsam bor reyslar bu yerda turinglar deb. 14dami? Ha, 114da. Rosa nima bo'lib qoldi, ish to'xtalgani uchun. Endi o'shalarda atroflarni tozalab, hozir tomlarni bekityapmiz. O'shalarda. Yaxshi. Hojonani o'zim bo'lsam borib ziyorat Alloh razı bo'lsin. Alloh razı bo'lsin. Allah. Ammo kechagimizda ketan bolalar kelib ketdi. Ha, ular kelishib ketdi. Ular kelib ketdi. Ular kelib ketdi. Allah razı olsun. Qolganlar boramiz dedik-da. Voy, qara. Hammalari salomlarini aytishib oldi. Salomat bo'lsin ilohim, salomat bo'lsin. Hammam yaxshi. Hali men nimada hali ertalab ko'rdim o'sha videoni-da.
keyin hali prognoziylarni apeli nima qilib turgandi. Keyin o'shani tepaga chiqarganni ko'rib men yig'lab kelib qoldi. Nima hojat yarasa yig'lab o'tirib duo qildim. Rabbim, meni sen shu ustalarni o'zingga amonat topshiryapman. Amonat. Shu bolalar yaxshi ishlasin ilohim. Shu tez kunda shularni bitirib olsin ilohim. Hammaga kuch-quvvat bersin deb rosa duo qilib o'tirdim, yig'lab o'tirdim men. Rahmat. Duolaringiz ijobat bo'lsin ilohim. Ijobat bo'lsin ilohim, ha. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi hojatga. Faqat shunaqa narsani ko'rsangiz, shuni duo qilsa ham bizdan jinni bo'lsam nima bo'ladi ekan deyman-da men. Chunki ana qizlar, boshqa qizlarim, Gulnaraxonlar ham, ali Mukarram Rajabovalarimchi, men normal topasda yana telefon qilib so'raydi, hajakalar, nima bo'lyapti, nima qo'yapti, tezroq bo'lsa edi, finalda ko'rishardik degan gaplar bo'lyapti endi. Alloh subhanahu taolo shunaqangi haqiqatan men hajaka men duo qilyapmanki, ya Robballohim, sen mana shu inshootga shunaqangi sahibaylarni ro'para qilginki, men Allohdan so'rayapmanki, men kecha Zakirjon bolalarga ham aytdim, haligi Samarqandlik bola Xurshid Turayev bor-ku, o'sha bolalarni Allohim sen shuni nusrat qilman shu bola kelib, men shu ishlatib bitirib berishga men o'zim alaman bo'ynimga deydigan bo'lib kelib shuni tez kunda bitirsa, shu egalarga topshirsa hammamiz birgalikda xursandchilikda hajaka. O'shancha rosa shunaqa qilib duo, har tahajjudda men shuni duo qilamanki, shu 14 yetim bolalarga nima qilaman? İnşallah acaba emas duolar ijobat aylasin ilohim. O'shancha doimo sog' amon bo'lib yuraylik. Bizda qo'limizdan kelmasa duo qilib o'tiraylik. Ertalab kechqurun kecha kunduz duoda bo'lib o'tiramiz. O'shancha doimo sizlar ham sog'inglar. Sizlarni nimadan ko'rsam xursand bo'laman. Voy hali nimani ko'rib, voy Ruslanjon bobo kelibdi. Qayerga qochib ketibsiz? Men aytdim. Qayerga? Andijonlarga ketibsiz o'shanda. Keyin men aytdim nima qanday bo'lsam, qayda bo'lsam shunaqa xayrli ishlarni qilib yuribdi. Alloh rozi bo'lsin. Doimo Alloh o'zi madadkor bo'lsin deyman. Alloh subhanahu hamisha bizni o'zini yo'lda adashtirib qo'ymasin, doimo hidoyatga boshlasin. Amin. Alloh amin. Shunaqa gaplar hajaka, shunaqa duolarni qilib o'tiribmiz. Ajaram ham yaxshi o'tirishdi, uylardan bolalar hammasi yaxshi. Biz o'sha kuni nimaga bormoqchi edik? Cho'lga o'sha darsga bormoqchi edik. Keyin o'sha aptekachining bolasi nima keladigan ekan? Komissiya keladigan ekan. Biz ruh abarib kelamiz degan nima oldi, keyin Sahibahan aytayapti, nima, ya o'sha abarib kelamiz, Hoji boboni ko'rmasam biz ketmaymiz dedi. Keyin aytdi, hozir agarda nima bo'lsa, komissiya bo'lmaganda men qancha bo'lsa abarib kelardim dedi. Uni ham ishni o'yladik. Keyin kelinlarimizga aytdi, bo'pti, boshqa kuni boramiz dedilar, shu bilan borolmay qoldik. Shunaqa qilib bugun ekan mana Allohning aytgan kuni sizni sog'lik omonlikda ko'rdik. O'shani aytdi. Allohim Alloh rozi bo'lsin. Doimo o'zi hifzi himoyasida saqlasin. Duolarimiz bo'lib bering ilohim. Biroq xursand bo'ldim ular Mahmudali keldi, Zakirjon va Abduljon buva keldi. Biroq siz ikki kishi bo'lib operator Abraham degan men o'g'il bola deb deyapti. Devarangiz ekanda. Alloh rozi bo'lsin meni. Bizam chiroyli ishni boshlabsiz, hajaka, menda bitta nimam bor edi. O'sha kunlar kelib ketdilarmi? Keyin men sразу nimaga Shiralga telefon qildim. Shunaqa deb men keldim, shunaqa bo'ldi dedim. Endi dedim, ertaga kelaveringlar dedim. U pashanba kun bo'ldi, juma kuni. Men aytdim, juma kuni kelaveringlar dedim, jumadan chiqib dedim. Kelaveringlar desam, Shiral aytdi, bizda rosa ishimiz hozir nima bo'lib turibdi. O'shaning uchun boshqa kuni kelamiz degandek qildi. O'shanga men niyat qilib qo'ydimki, akras o'shanda men Qur'onda oxir paralarni o'qiydirdim. Keyin aytdim, shu Qur'onda meni o'sha xatamtayda nimalarni obyektiga boshida qilaman deb yakunlab nimalarda xatm duolarni o'qib qo'ydim. Endi men shuni sizga topshiryapman. Siz xudo xolsa o'shaga borsangiz, meni nomimdan mana o'sha obyektga o'sha Qur'on xatm shularga men eksan qildim desam bo'ladi. Siz o'shani boshida qilib qo'ying, bo'ptimi? Mana men hammasini o'qib qo'ydim, xatmi duolardan hammasini o'qib qo'ydim. Faqat shu proyektga, shu bolalarga rivojlanishga nimaga men sizni bo'lib nima qildim, Shiralini yaxshi bilaman. Endi xatamda men yaxshi bilmayman. Siz bilan Shiralini bilganda ko'rganda sizlar shu yerda ish qilayotgan bo'lgandan men aytdim, ha, bular betga xayriy ishlarni nima qilyapti ekanlar deb o'shani niyat qilib qo'ydim. O'shanda tayyor Qur'on xatm bor. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. O'sha kuni biznikilar ham 3tasi
opayni o'zlari, kelinimiz, bu nabiralarim nima qilishgan ekan, Qur'onni tushirishib o'sha yerga bag'ishlagan ekan. Xatmida shuni aytgizgizib, duo qilgizdik. Endi hozir Hatamjon boshqa nimada Marg'ilonda bitta ko'zi sal ko'rdim uni. Bitta ko'zli bola dedi. Hozir nimada duo qiling Hindistonda. Allohim o'zi mayli, kimga bo'lsam akam o'sha men sizga taqdim shularga proyekt Aqda Rustamjon hozirda onaxonga uy qilishyapti. Ikkalasiga ham xudo xolasa mayli xatmida bizni aytamiz. namusdan shunaqa bizni qo'limizdan shu kelar ekanda endi. Albatta. Endi bu ham katta narsa, buni o'ylab qarasangiz. Men choy damlab aytaylik hoji aka. Yo'q, choylar Yo'q, men choyni hozir qaynab turibdi. Damlab qo'y desam, nima sovuq qolarmikan? Yarim soatda kelaman dedi hoji aka. Nima hali ham kelmayapti deb o'tirdim. Ya bismillah. Azizlar, hoji ona to'g'risida aytadigan bo'lsak, o'zbek xalqining koreys qizi, ahli ilm, juda ham ko'p shogirdlarning ustozi hisoblanishadi. Ahli Qur'on, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suyukli shogirdlaridan hofizi Qur'on hisoblanishadi. Ahli bayt, Allohning baytida sizu bizlarni duo qilish sharafiga ega bo'lgan, haqlarimizga duo qilib, hoji ona bo'lib kelgan aziz inson. Bizning obunachiligimiz hisoblanadi. Azizlar, duo qilib turinglar. Bu onamizni hamma proyektlarga qo'sha turgan, o'zini ihsonlari, qila turgan sa'y harakatlari juda ham ulug'. Mana o'zlaring guvoh bo'lib o'tirsizlar. Qur'onni hatim qilib, mana shu qurilishlarga bag'ishladi, quruvchilarga, siz aziz, bizni qo'llab-quvvatlab turgan azizlarni haqlariga mana bag'ishladi. Hatamjonni obyektiga 114 yetimlar uyiga, Rustamjonni obyektlariga bag'ishladi. Allohim hoji onadan duo qilib turinglar. Allohim o'zi rozi bo'lsin. Bu juda ham ulug' insonlar. Shunchalik baxtga ega bo'lganlar mana hofiz Qur'on hisoblanishadi. Shuning o'zi bu hoji onamizni qanchalik mo'tabarligini, qanchalik aziz insonligini bildirib turibdi. Hammalarimizni, xonadonlarimizda ham mana shunday Qur'on o'quvchilardan, Qur'onni xatm qilib, bag'ishlab turguvchilardan qilsin Allohim. Hozir o'zlari yo'qligida maqtov olyapmiz, hoji onam buni yoqtirmaydilar asli. Maqtov faqat Allohga xos, lekin o'zining suygan bandalarini mana shunday sharaflarda in'om qilgan Allohimda suyukli bandalarini har qancha ham maqtasak oz bo'ladi azizlar. Duoda bo'linglar. Suhbat qilishamiz. Azizlar, hozir sizlarga bir ajoyib narsa ko'rsataman. Hoji onamni ruxsatsiz bo'lsa ham mana bu Kabatullohdan mana bunday olib kelgan qizim, olib kelgan. Mana bundan bunday qilib ko'rsatavergan. Kabatullohdan olib kelingan mana ulug' yodgorlik xonadonlarimizda mana shunday doim o'qilib turadigan joylarda bo'lsa, Oyatul Kursi azizlar. Bo'ldi hoji ona, ko'p unlamang. Yo'q, unlaganim yo'q. Men kech qolib ketdim. Soat 11:30 ga boradigan joylarim bor edi. Voy, hozir ketasizmi? Ha, hozir ozgina kech qolib ketdim. Sizga vaqtda boraman deb qo'yib. Unlamang, hech narsaga unlamang. Masalan, meni ketib o'tirsin-da, uni oladimi ya? Ha, olaversin, mayli. Yo'q, yesin keyin. Yo'q, ilhom bo'lmaydi. Yo'q. Nima? Voy, hoji akam, Allah razı olsun. Nabiralar, o'g'il qizlar, kelinlar hammasi sog' salomatmi? Hammasi yaxshi. Salomat. İşte hazır. Ya rahmat, salomat bo'ling. Mana hoji onam somsalarni qilib biza. Nima yaxshi hozir bozorda. O'zlari meni ketib o'tirgan ekan.
sizga apturunchi hajaka. Bo'ldi, hech narsaga undamaydi. Siz mana shu yerda o'tiring. O'qatmam bor. Yo'q. Nimaga desangchi, kelinim bugun ishga ketadi. Bular ertadan bugun ishlaydigan kunlari, o'shaning uchun meni qani asqatmasa ertaroq ovqat pishirib olib chiqib qo'ygan. Ovqatga tekkanim yo'q, turibdi shunday. Voy, buni xolodets. Bo'ldi. Nima, o'zi bunaqa kelib olgandan keyin bu tomonda olgan, hojijonam yaxshi tushadi shunda. O'zi ko'rinib turadi-da. Yaxshi tushadi-da. Bismillah. O'tirib olsang mayli. Bismillah. Yaxshi operator bor ekan. Bismillah. Hajaka. Bismillah. Endi nima qilsin, yeyib olsin. Keyin. Keyin qizim faqat. Bo'ldi. Kelin. Azizlar, Allohim yaxshilikda sevguvchi, Allohimning yaxshiligi bu jannat. İnsanlarda yaxshiligi Allohimni topishi. Jannat yo'lida qilingan sa'y harakatlarning hammasi yaxshilik hisoblanadi. Ana shu yaxshiliklardan bittasi ilm. Mana hoji onam ustozimiz hisoblanadi. Juda ham ko'p shogirdlarda ustozi. O'zidan keyin nechta Qur'oniy harfda bittasiga mana 70 ta har xil kitoblarda har xil beriladi. Har bitta o'qilgan harfiga shunaqangi savob borib turadi deyiladi. To'g'rimi hoji onam? Men hozir mana shu sizni oldingizda turib, sizni mana shunday sohib ilmligingizda hurmatidan siz qilib turgan ishlarda har bitta inson ham qilishga qodirligini odam shu bizning obunachilarimizga aytib qo'ymoqchi bo'ldim. Shu hozir xayolimga shu fikr kelib qoldi, mayli desangizda. Azizlar, hozirgina aytdik, Qur'onda har bitta harfiga qancha savob bo'lishini. Endi hammamiz ham sohib ilm bo'lib, o'sha ilmi tolibga ustoz bo'lish darajasiga qodir bo'lamiz. Buni sababi bizga ustozlarimiz qanday aytgan bo'lsa, sizlarga ham xuddi shunday qilib yetkazishga harakat qilaman buni. Fotiha surasi bilan shu nimani Ixlos surasini ikkalasini yodlagan inson qaysidir bir ilmi sohibga shu taftish qilib o'shani o'tkazgizib olib, nabiralariga, o'zini farzandlariga, chevaralariga o'rgatib qo'ysin deyilgan. Ustozlarimiz shuna deyishgan. Sababi buni bir kunda 5 vaqt namozda necha rakat namoz o'qiydigan bo'lsak, albatta shunda Fatiha bilan Ixlos sura o'qiladi. Ikkalasi keladi. O'shanda o'qilgandagi savob hech bo'lmasa senga borib tursin. Shuni o'zing harakatingda bo'l. Boshqa ustozlarga bersam ham, lekin shu hech bo'lmaganda shu ikkalasini o'rgatkizib qo'ygan deyishgan. Shu gapingizga hozir bitta gap aytaymi men. Men ko'p o'ylanar edim. Endi meni millatim boshqa bo'lib turib, men shu islomni qabul qildim. Men qabul qilganiga hech qachon pushaymon yemayman. Sababi mana Toshkentda qarislar meni naqadar bajishga qiladi. Islomni qabul qilgan uchun. Ko'ryapsizmi? Meni kecham menga shu tabrik bilan jo'natyapti. Biz siz bilan ma'ruflanamiz dedi, qarang. Siz shu islomni qabul qilib, shu islomga shunaqa nima qilyapsizki, biz havas qilamiz deyapti. Qarang, biz xristianmiz deyapti. Ammo sizni vera deyapti, sizni diningizni deyapti. Biz naqadar hurmat qilamiz, sizni hurmat qilamiz deyapti. Qarang, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Ammo men nevaramga o'rgatib qo'ydim. Men aytdim, bir kuni o'tirib, nevaram o'shanda birinchi sinfga borgan yo'q edi. Alona, men senga bitta narsa o'rgatib qo'yay dedim. Men hayotda bu hayotda yaxshi yashayapman dedim. O'lgandan keyin ham yaxshi yashashni xohlayman dedim. Qarang. U bola nima deb o'lgandan keyin qanday yaxshi yashaysiz dedi. Ana o'lgandan keyin yaxshi yashash o'shanda haqiqiy hayot bo'ladi dedim. Ammo dedim, men shuni o'rgatib qo'yib, men o'lgandan keyin sen shularni aytib tursang, men yaxshi yashayman dedim. Keyin nima ekan u dedi? Keyin men Fatiha surani o'rgatdim.
bu balayken der yadlab aldı. Rasta meni kıratımda aldı. Kızık kaldı. Yine var mı dedi. Kichkina suralarda o'rgatib qo'ydim. Ixlos sura, Falaq sura, Nas sura, Kavsar suralarida, Kafirun suralarida o'rgatib qo'ydim. Shuni ikkita aytgan dedim. Haligi nima oxiri duosida aytolmasa, shuni o'qib olganki, buni men babulamga o'qib qo'ydim deb qo'ysa, o'zi yetadi shu dedim. Meni oldimda doim dasturxon to'kin sachim bo'ladi dedim. Men hozir meni oldimda dasturxon to'kin sachim bo'lsa dedim. Nargi dunyodan shunaqa bo'ladi. Chunki sen Fatiha sura bilan Ixlos surani aytib buni babulamga deb qo'ysang, mana shu meni dasturxonim bo'ladi deb bo'pti dedi. Endi u mana o'sha qizimiz hozir 10ni bitirdi, hozir Koreyada o'tib ishlab, yaqinda kelganda so'radim men, sen esingdan chiqmadimi dedim. Yo'q dedi. Esingdan chiqmasin dedim. Ammo albatta men o'lgandan keyin men orqamda shu Fatiha suralar borish kerak dedim. O'sha menga ovqat bo'ladi dedim. Desam bo'ldi dedi. Inshaalloh shuni men umid qilaman. Endi o'rgatib qo'ygandan keyin bir kun esga tushadi, boshqa qiladi deganda o'rgatib qo'ysangiz yaxshi-da endi. Ammo mana qo'shni bolalar ham nahayta keladi-da, bizga o'rgatib qo'ying deb o'rgatsa bolalar tez olar ekan. Shunaqa deganda Alloh rozi bo'lsa, shunchalik bizni jindek har tanitib qo'ygan uchun men Allohga beadad hisob shukrona aytamanki, sababi bilmagan, hech narsani bilmagan odam jindek bo'lsa buni ursib o'qib ketyapmiz. Shunga shukr qilmaymiz? Albatta shukr qilamiz-da. Albatta. Alloh o'shancha meni bizlarni mana Allohning yo'lida, Allohning rizoligida bizlarni mana shunaqangi bitta jam qilib qo'ydi. G'oyibda biz bilmaymiz, sizni bilmayman men. Siz meni bilmaysiz. Alloh shunday qilib qo'ydi. Bizni Alloh rizoligida, Alloh uchun biz bir-birimizni yaxshi ko'ryapmiz. Ko'ryapmi mana? Biz Allohni yaxshi ko'rgandan keyin men sizni yaxshi ko'rishim kerak. Siz Alloh yaxshi, siz meni yaxshi ko'rishingiz kerak. Hammasi Alloh rizo, Allohning yo'lida bo'lyapti bu. Albatta. Men shunaqa deb o'ylayman, meni fikrim shu. Boshqa yomon fikr ketmaydi, boshqa ketmaydi. Haqiqatdan o'shaning uchun men haligi nima bo'lsa, yaxshi gap bo'lsa o'sha 114 ta xursand bo'laman. Jindi ishlar to'xtab qolsa, diqqat bo'lib qolaman. Men qo'limdan nima keladi, ammo shunga ham diqqat bo'laman. Nimaga sen shuna, ya Rabbim, nimaga sen meni duomni ijobat qilmayapsan deyman. Keyin tag'in o'zimni yupataman. Buni bu ham Allohning nimasi, bir nimasidan orqasida hikmati ham bordir. O'shancha buni to'xtatib qo'ygandir deb o'zimni yupataman. Mana shuna deganda shunchalik bizni tanitib qo'yganiga shukr qilamiz. Haj akam, qani aslida? So'tmasa ana nimani. O'sha hali siz ko'zingizda yoshlar bilan ko'rgan profillarda qarangda mana 1-2 marta turli sabablar bilan qurilish to'xtadi. Allohim o'sha kishiga ham nima deydi, bir o'zini ajr savobini olib qo'ygan ekanda, oltiariqlik bir birodarimiz juma o'qib ketay deb yo'lda tushib, Sohbor akani nimasida masjidiga to'xtagan togir shunaqa qurilish bo'lyapti deb Sohbor aka e'lon qilgandan keyin duo qildim men ham. Haj aka, bilmayman men u bolani, ammo shu qarab, u hajgan pulmi? Bunda o'ylab qarasangiz, Alloh shuni iroda qildi. Albatta. Katta ajr savobga erishsa bu bolaga jannatda qasr tayyor ota-onaga sadaqa jariya bo'lsin deyapti mana shu bola. Qanday farzandlar, Haj aka? Albatta. Mana shunaqa farzandlar ko'p bo'lsin, shunaqangi sahiylar ko'p bo'lsin ilohim. Alloh subhanahu va taolo hamisha mana sizlarga mana shu qilayotgan ishlarga rivojini bersin, omadini bersin, barakasini bersin. Mana xursandchilikda, birgalikda mana shunaqangi chiroyli duolarda o'tiraylik. Birgalikda mana shu bolalarga topshirib olsan, sahibjonim. Inshaalloh yuzlari yorug' bo'lib, inshaalloh shu kunlarga yetkazsin, hamma ko'rsatsin. Mesar Narmatova doim aytadi, qachon final bo'lganda o'shanda ko'rishamiz deb qo'yadi. Men aytaman, endi bo'lib qolib final ham deymiz. Bunda o'ylab qarasa, ish to'xtab qolsa, voy bu final qachon bo'lar ekan? Va bu narsalar bilan uchrashamizmikan, yo'qmikan deb ham qo'yamiz-da endi. Bir paytda mazam qisqa chiqib qolganda o'ylaysiz, har narsa xayolingizga keladi. Lekin yo'q. Alloh senga hamma narsani biz tavakkal qilyapmiz. Tavakkal qiluvchilarni sen yaxshi ko'rasan. Deymanda yana o'zimni nima qilib yuraman, yupataman, qo'ying keyin. Haj aka, qani. Keyin qizim, o'tir. Mana shu yerda yana bir narsa aytib qo'yishimiz kerak. Mana juda ko'p birodarlarimiz bizni tanishadi. Efirlar orqali ko'rishib, sizni o'sha. Lekin biror marta ham ular bilan uchrashmaganmiz, ko'rmaganmiz, yuzma-yuz ko'rmaganmiz. Lekin qalbimiz bir-birimizga
talpinib turadi. Sog'inamiz ularda juda ham ko'p mana. Hoji onalar o'tgangi safar kelganimizda mana Ana Mukarram Rajabova bilan Gulnaraxon har telegramda alışamızda. Ular biram hali sağınışadı. Bo'lmasa bir sutka bo'lmadi bizga kelib. o'shanaqa Bugun abitda kelgan bo'lsa, ertalab ketgan ular hammasi. O'sha sovuqda bordik o'sha yerga. Qanday? U ham men o'ylaymanki, qanaqa chiroylimi? Men aytaman, nima Mukarramxon sizlar keldilar. Ammo unaga rosa ishlar nima bo'lib ketsa, men aytaman sizlar qadamlar qutlug keldingizlar. Mukarramxon nima deyapti? Yo'q, hajana Allah avvalambor Allah, albatta Allah. Sababchi sizlar bo'lasizlar, sizlar qadamlar qutlug keldi deb qo'yaman-da endi. O'shuna deganda ularım sog'inishmayapti. Ularım doimo duo qilib o'tiribdi. Hammasi meni qachon nima qilsa shu duoda bo'lib turadi. Mukarramxon ayniqsa ko'p komment yozar ekan. Men kam men chunki nimada televizorda ko'raman-da, telefondan nima qilsam uni ko'zim yaxshi nima bo'lgani uchun televizorda ko'raman. Televizorda men bunaqa yozishni bilmayman. Kommentariyani yozishni bilmayman. O'sha prosta ko'rib qo'yaman xolos. Hajakam. So'tlar. Allohim sizni o'zi himoyasida saqlasin. Ilohim hammamizni. Mana yurtimizda ulug' duogo'ylarimiz ko'p. O'shalar qatori sizni ham sog'lik, omonlikda duogo'ylarimiz bo'lib yuring. Amin, amin. Sizga Onalarimiz o'tib ketdi, bizda birgalikda. otalarimiz o'tdi. O'zimiz ham yoshimiz 70dan ham o'tdi. Menga qarang, hajakam, efirda ko'rdim, sizni yaningizda o'tirgan, rosa sizga o'xshaydi ekan hali odam. Qarilar o'tirdimi o'sha bir kichkina balani kelib so'rashib, quchoqlab turuvdilar. Ha, bu kechagi nimada bo'lsa, nimani O'sha Rishtondanmi bu odamlar? Rishtonni jala yeridan nimani Dehqonboy Hoji bobo. Biz Bag'dodda sindirmang. Sindirmang. Qizim baqa endi bo'ldi. Masalan. O'sha hajakam bo'ladi. juda ham ko'p insonlarimiz otalarini nomidan, onalarini nomidan o'shaga ehson qilishib, duo qilib qo'ying deyishadi. Hoji onamni siz ham duo qilib turing. Bizlarda haqlarimizga ham albatta duoda bo'lasizlar. Obunachilarimizda o'sha Andijonga borib, hali bizda ish to'xtab obunachilarda ko'p men atmat kimda aytaman? Ulug'bek Zakirovni aytaman. Mukarram Rajabovni aytaman, Gulnaraxonni aytaman, Miyasar Narmatovni aytaman. Kimina Sakibxon Hoji, hammamiz birgalikdamiz. Endi eng yaqin nimalardaki qilas qattiq obunachilarga deb qo'yaman. Duoda men shunaqa deyman. Albatta tahajjudimda duo qilaman. Albatta hali sunnat bilan farz arasida o'qiydigan 41 marta Fatiha sura o'qiydi deydi-yu, o'shani Fatiha sura o'qib bo'lgandan keyin o'shani ichidan duoda albatta bir o'tir bo'ladi. Duo qilaman. Inshaalloh duo ijobat bo'lsin. Andijonda yurganimizda Hatamtoyda o'sha Rustamjon ikkalasini kanallarida ko'rinib qolganligimizga o'sha obunachilarimiz Hoji bo'ga ham bitta kanal ochib beringlar deyishib, iltimos qilishib, ikkalasiga aytgan ekan. Keyin menga ham Mehr ko'zlar degan kanal berishdi. Hozir 3 ta 4 ta sonini chiqardik. Hali juda unaqangi takomillashtirib o'rganimiz yo'q-ku. Nima to'g'risida o'sha? Mehr ko'zda. Mehr ko'zda. Hozir ana shu olinib turgan syomkalarimiz ham hammasi Mehr ko'zda ketadi. Xudo xolasa, duo qilamiz. Uni ham 27 mingdan oshiqroq obunachisi bor kanalda berishdi menga. Har bittalarini duo qilasiz Hojiona. Menga qarab, o'sha Telegramda chiqdimi? Ha, Telegramda chiqyapti. O'shanda. Menda yo'q. Mehr ko'zda deb yozsangiz o'zi chiqib qoladi. Chiqib qoladimi? Men chunki unaqa narsa ko'p bilmayman-da, o'sha uchun qanaqa chiqarishdan bilmay boshdan hajak yamana samsa so'rayapti. Olyapti. Yo'q, alın. Keyin qizim baqa keyindi. Hojiona endi bizga ruxsat berasiz mana, juda ham yaxshi o'tirdik. Nimangizni oldik, mana duongizni oldik. Endi obunachilarimizni ham mana shu hozir Nosirjon alohida bitta proyekt qilyapti, u ham bitish arafasida. Qara videochi? Ha, bu nimalik bir Qo'qonlik onaxonimiz bor. Ozgina betobliklari bor ekan. Qo'qon ob-havosi unga ma'qul kelmasdan quruqroq joy topinglar debdi doktor. O'shanga dash qismimizdan bitta uy sotib olinib, hozir
Отделкasi qoldi endi, xudo xolasa. Nosirjon qilyapti. Bu yoqda Hatamjonda mana ko'rib turibsiz ekan o'zingiz. Rustamjon Andijonda, bu yoqda 114 O'sha bolalar uyi. O'sha hammamiz yaxshilik ichidamiz. Yaxshilik ichida. Shu kabi siz ham hammamizni duo qilib turibsiz mana. Necha marta borib o'sha yerga ehson qildingiz mana. Alloh ehsonlaringizga rozi bo'lsin. Endi biz ham katta ehson qila olmaymiz. Endi qo'limizdan kelgancha aqabaqa aytib u qilib nima qilyapman endi xohlayman-da men qaniydi men ham shunaqangi voy bo'lganda men ham katta tashladim deyman-da. Men ishlab yurgan paytda o'zim ishlab yurgan paytda qo'limda rosa pullarim ko'p edi. Men bunaqa donlarni 8 don olib qo'yganman. O'shanaqa paytda men deb hali nima qilmayman deyman-da, Sadirjonga aytdim. Hozir qilyapsiz o'zi. O'shanaqa vaqtda yo'q, u paytda bunday Ojona kitoblarimizda juda ham ko'p marta keladi. Katta boylikda ozginasini berganda o'sha qo'lingdagini hammasini berganing yaxshi degan. Esladingizmi? Shu hadisimiz bor, shunaqangi Hazrat Usmon bilan Hazrat Abu Bakr o'rtalarida qaysimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaqinroqmiz deganda shu hadis bor. Juda ham ajoyib. Bu nimagaki hammasini beryapti. Asiyoti bola chaqangga olib qo'yapsan-ku degan hadis bor. Esladingizmi? Shunaqa. Siz hozir qayerda? Dashtdamisiz yo Bag'dodmisiz? Hamma yerdaman men hozir. Dashtdaman. Hamma yerdaman. Ularga ham borib turibman. Chaqirsa boryapman. Nimaga keling deysa, obunachilar so'rashyapti deyish qoladi borib. Qo'limdan kelgancha yordam qilib, men ham shunaqa qilib. Xudo xolasa juda ham ulug' niyatlar bor, mana ishlar ketyapti. Xudo xolasa. Duo qilsangiz. Bizda bari keng xalqimiz bor. To'g'rirog'i bu mo'minlarimiz bor, musulmonlarimiz bor, degan ham to'g'ri bo'ladi bunda. Keng bo'lishidan qat'iy nazar qavllari Allohga oshno, niyatlari faqat yaxshilik. Ana shunday insonlar qatorida qilgan Allohimga o'zi shukrlarimiz bo'lsin. O'shalar qatori qilib qo'ydi mana. Sizlarga qatorlaringda qilganligiga shukr. Hajaka endi eng bo'lsa buni samsadan yeb ketdinglar, men bo'lsa. Hech ilhom bo'lmaydi. Nima ilhom bo'lmang deysiz? Ke endi bo'ldi qizim, ke o'tir. Hajaka so'v ketdi. Hojona bir 2 oyat Qur'on o'qib nima qilib bering, nimani sizni obunachilar birinchi marta ko'rayotganlar. Yo'q. Mehr ko'zda kanalida birinchi ko'rishyapti-da sizni. Qara. Qanaqa bo'lar ekan-a? Qani bir duo qilib shu nima bilan. Endi hozir men nimani o'qib beraymi? Hajaka men ko'p qayga borsam o'qiyman Hashr suraning oxirgi oyatlarini. Sababi Alloh aytar ekanki, mana shu Hashr suraning oxirgi oyatini o'qiyotganda 70 mingta farishta tushar ekan mana shu yerga. Misol. Hammasi amin deb turar ekan. Qalaversa, mana siz, mana bu qizimni xonadonlarga tushar ekan. Ko'ryapsizmi? Nafaqat menga emas, bu sizga, xonadoningizga, bularni xonadonga hammaga tushar ekan. Eshitganlarga ham hamma. Eshitganlarga hammaga shu nima bo'lar ekan, o'shaning uchun men qaydan duo qiling deganda men shu Hashr suraning oxirgi oyatini o'qib qo'yaman, boshqa qilib qo'yaman keyin agar nima bo'lsa bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Aziz obunachilar, mana hozir hojonim ulug' bir niyat bilan Qur'on tilovat qilishda niyat qildilar. Buni eshitgan har bir xonadonga, har bir insonga 70 mingta farishta yonida turib, bunga nima deydi? Ishtirok etgan bo'ladi va salovat aytib turadi har birlarimizga. Rahmat hojona. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المستعير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Duası kıllarımızı. Dua kılayım Hacı Ana. Amin. 18 bin alem yaratgan rahmat shafqat sahibi Alloh taologa uni jamoliga yarasha bitmas ham tugamas hamdu sanolar bo'lsin deyman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu taolo uni oila a'zolariga sahoba ikromlari ko'pda ko'p durud va salomlar bo'lsin deymiz Parvardigara. Robbi Alloh mana shunaqa bizni chilar kabi o'zini yo'lda olib beradigan Allohimga beadad hisob shukronat bo'lsin deyman. Parvardigara mana bugun bizni xonadonimizga ulug' nuroniy otaxonimiz ya'ni Rustamjon bobomiz mana bizga xonadonimizga qadamlarni ranjida qilibdi. Har bitta yurib kelgan qadamlarga Alloh subhanahu taolo hasanatlarni yog'dirsin ilohim. Bu hajakam Alloh subhanahu taolo doimo sog' salomat yursin. Yuzlarga kirgan holatda mana shu holatni yo'qotmasdan bu qilayotgan ishlarga, xayrli ishlarga nihoyatda ko'p ishlarni qiladi bu hajakam. Alloh rozi bo'lsin Allohim. Doimo o'zinglarga qabul aylab, nima niyat qilib yurgan bo'lsa, qalbda, dillarda niyatlarni Alloh huzuriga yapga chiqargan. Arzularni qo'lga kiritgan Alloh subhanahu taolo hech qachon o'zini yo'ldan adashtirib qo'ymagin, doimo hidoyatga boshlagan. Qolaversa biz ham qolaversa mana shu yerda hozir eshitib turgan bo'laydi bo'lsa, hamma kim mana shu bizni o'tirishimizda mana hozir o'tirishimiz hozir ilm majlis deb aytsa bo'ladi. Inshaalloh mana shu ilm majlisda qatnashadiganlar, eshitadiganlar, ko'rganlar Alloh subhanahu taolo hammaga mana shu duolar tegishli inshaalloh. Alloh subhanahu taolo mana hozir mana shu Hashr surasining oxirgi oyatlarini o'qib qo'ydik inshaalloh. Robbi Allohim aytar ekanki 70 mingta farishtani men tushiraman deyapti. Ana sizlar eshityapsiz, ko'ryapsizlar. Allah subhanahu taolo sizlarni xonadonlarga mana shu farishtalar hozir turib amin deyapti inshaalloh. Qalblaring, dillaringizda hammasini Alloh subhanahu taolo o'zi bilguvchi zot. O'zi hamma narsaga qodir, rahimli zot. Allohdan boshqa iloh yo'q deyman. Ya Parvardigara, mana Hoji bobojonimiz ham mana yaxshi ishlarni, xayrli ishlarni boshlabdi. Mehr ko'zda degan nima deydi uni? Kanalni boshlabdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu kanalda Alloh subhanahu taolo mana seni yo'lingda, seni rizolingda mana yetim bolalarga deb mana shunaqangi xatti harakat qilyaptiki, Alloh sen o'zing madadkor bo'lgin. Doimo qo'llarni quvvatlagan va madad bergin Parvardigara. O'zini yo'lini adashtirib qo'ymasin. Doimo meni hidoyatga boshlab, meni qilayotgan ishlarini doimo o'zing qo'llagin. Doimo yuzlari yorug' bo'lsa Hoji bobojonimiz ham. Bolalar hatamtaylarim meni yuzlari yorug' bo'lsa. Meni bizni Sagidan Ahmedova meni yuzlari yorug' bo'lur. Zakajon bolalarim hamma mana shu yetim bolalar kim hissasini qo'shayotgan bo'lsa, Robbi Allohim o'zing panohida asrab, doimo qo'llab-quvvatlab yurgin. Hammani umrlarini uzun qilgin, rizqlarini ulug' qilgin, martabalarini bundan ziyoda qilgin Parvardigara. Alloh subhanahu taolo hammamiz sendan rozi bo'lsinlar. Alloh sendan bizdan rozi bo'lgin. Ammo shu qilayotgan ishlarimizga o'zing madad bermasang, biz bizni qo'limizda hech narsa kelmaydi, chunki sendan boshqa iloh yo'q deymiz. Parvardigara, qaytadan biz noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, kechirgin. To'g'ri yo'lga o'zing saqlin Parvardigara. Bizni mana bergan rizqlarning haloli pok bo'lsin. Izzat luqmonlardan bo'lib qiyomatda barchamizga so'roqlarni chiroyli so'ralsin ilohim. Barchamizni xonadonimiz murodini hosil qilgin, egalarini salomat qilgin. Farzandlarimiz esa itoatda bo'lsin ilohim. Bilib-bilmay qilganlarimizni kechirgin. O'tib ketgan ota-onalarimizni, barcha mo'min-mo'minlar, solih-solihalarni kechirgin Parvardigara, mag'firat qilgin. Har xil dard illatlardan, har xil baloy ofatlardan Alloh o'zi saqlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Abiravonga baraka, islomga quvvat ato etgan. Shunaqa ishlarni bardavom qilishlarga hech kim charchamaylik Alloh. Hammamizga Alloh subhanahu taolo katta ihson qiluvchilardan qilgin. Robbalar shunaqa proyektlarga Alloh subhanahu taolo sahibaylarim ko'payib ketsin. Qalblarida Alloh subhanahu taolo shunaqa shu yetim bolalarni o'ylab, hammamiz mana uyimiz bor, joyimiz bor, yeydigan ovqatimiz oldida yemaydigan orqamizda, ammo bu yetim bolalar mana shunaqa u bolalar mana shunaqa yurishlarga Alloh biz sababchi bo'lib qolamiz.
Mana shunchalik harakatga, shu harakatga Alloh o'zi barakat berib, sizlarga ham Alloh subhanahu taolo mana shuni ko'rib turgan saxiy boylar ko'payib ketib, mana shu bolalarga yordam berishga Alloh rozi nasib aylasin. Agarda men noto'g'ri gap gapirgan bo'lsa, Alloh uzr so'rayman. Parvardigor hammamiz mana najot kemaga chiqqanmiz. Shu najot kemada hammamiz birgalikda mana shunaqangi xayrli ishlarni ko'p qilishga rozi nasib aylasin. Hammamiz sog' omon yuraylik, yuzlarga kiraylik. Ajagam siz ham yaxshi yuring, oilangiz bilan tinch bo'ling. Mana shunaqa ishlarni ko'p qiling. Hech kim charchamang. Robbi Allohim doimo mana shu sog' salomat yurganda mana Dog'i Hoji ota, Dog'i Hoji dada bo'lib yurishlarga Alloh rozi nasib aylasin. Bizda ham duoda bo'lib turing. Inshaalloh meni albatta sizlarni duoda bo'lib turaman, duo qilib turaman. Inshaalloh duolarimiz Alloh o'zi ijobat aylasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatka arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat hojijonlar, rahmat. Salomat bo'ling. Hoji ona, xayr yomsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik ilohim. Ha, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan.